Assalomu alaykum. Davlat va hukumat nima ekanligi haqida gaplashamiz va shu bilan birga davlat va hukumat rivojlanishi uchun xalqni, insonlarni o'zaro marhamatli bo'lishi muhim. Va shu sababdan ham bugun davlat, hukumat va marhamat haqida gaplashamiz. Kunda kunora davlat degan so'zni eshitamiz. Davlat idorasi, davlat xodimi, davlat xizmati va hokazo. Davlat o'zi nima? Davlat aslida mavhum bo'lgan, nisbiy bo'lgan so'z hisoblanadi. Faqat bu davlatni jism holatida binoda ko'rishimiz mumkin, shaxsda ko'rishimiz mumkin, ya'ni davlat xodimi, davlat xizmatchisi sifatida. Ya'ni misol uchun Oliy Majlis binosini oladigan bo'lsak, Oliy Majlis binosi davlat idorasi, davlat binosi hisoblanadi. Masalan, bino shaklida olinadigan bo'lsa, bu binoni kim qurdi? Davlat qurdi. Davlat, qaysi davlat? Hukumat topshirig'i bilan davlat qurdi. Xo'p, u davlat buni qurish uchun pulni kimdan oldi? Xalqdan oldi. Ya'ni demak, davlat xalqsiz bo'lmaydi. Oliy Majlis binosini ichida o'tirganlar kim? Aynan shu xalqning ichidan chiqqan insonlar, ya'ni o'zga sayyoradan kelgan, Marsdan, Oydan kelganlar emas, aynan xalqning orasidan yoki Rossiyadan, Amerikadan kelganlar emas, xalqning orasidan chiqqan insonlar Oliy Majlisda ishlaydi. Bo'lishi mumkin, masalan, kimdir aytishi mumkin, yo o'zini o'zi saylab olishadi. Kim Oliy Majlisda o'tirishi aniq oldindan deb kimdir e'tiroz bildirishi mumkin. U boshqa masala. U haqida ham to'xtalamiz. Faqat hozir masalan termin bo'lsa, davlat nima? Davlat tashkiloti nima? Atamalarga, terminlarga to'xtalib o'tyapman. Davlat ya'ni xalqsiz bo'lmaydi va xalqni o'zaro bir joyga yig'ilgan holatda o'zaro nizoga bormasligi uchun, chunki insonning tabiatida nafrat bor, insonning tabiatida husumat bor, hasad bor va insonning tabiatida raqobat bor. Masalan, insoniy tarixga qaraladigan bo'lsa, Qobil va Hobil voqeasida hammamiz bilamiz. Va shu sababdan ham insonlar bir-birini go'shtni yemasligi uchun, bir-biri bilan urushmasligi uchun, bir-biri bilan qirib pichoq bo'lmasligi uchun tarixda shunaqangi holat bo'lganki, hamma bir joyga yig'ilgan holatda, bir qoidalar ustida kelishgan holatda birlashib yashashga o'rganishni boshlagandan keyingina davlat degan tushuncha yuzaga kelib chiqqan. Masalan, davlat haqida birinchi kitobni yozgan insonlardan biri bu Aflotun 2400 yil oldin yashagan va o'sha davrda yozgan. Keyinchalik masalan 500 yil oldin Tom Hobbes yo bo'lmasam Jean-Jacques Rousseau degan insonlar ham davlat nima ekanligi, davlat siyosati haqida kitoblar yozishgan. Ya'ni bu hammasini yozgan kitoblarni umumiy holatda bir masalan suzib olib turib eldan o'tkazgan holatda hammasini sizga hozir yetkazishga harakat qilaman. Masalan, inson tabiatida nafrat, hasad va raqobat bo'lgani uchun doimo bir-biriga nisbatan ziddiyatli bo'ladi. Aynan o'sha ziddiyatli bo'lgani sababli hammasi bir oraga yig'ilgan holatda shartlashishadi. Ya'ni shartnoma tuzishadi. Ba'zan og'zaki, ba'zan yozma. Ya'ni bugungi kunda masalan konstitutsiya bu O'zbekiston xalqi o'rtasida tuzilgan shartnoma hisoblanadi. Yevropada ming yillar davomida bir-birini go'shtini yeyishadi. Yevropa davlatlari bir-birini ag'darishadi, bir-birini qulatib, bir xalq boshqasini yengib, g'alaba qozongani narigisini qul qilib dunyoga sotib, masalan Markaziy Osiyoga sotib, Slav xalqiga o'xshab turib, bunaqangi holatlar bo'lganidan keyin yoki Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushining sababi nima? Yevropadan boshlangan. Aynan shunaqangi holat, ya'ni Uchinchi jahon urushini Yevropa davlatlari agar bir-birini yeydigan bo'lsa, Yevropa xalqlari qolmasligi mumkin degan ehtimol bo'lgani sababli Yevropa ittifoqi tuzildi. Ya'ni Yevropa ittifoqi tuzilgan paytda davlatlar o'zaro shartnomalar qilishdi va bu shartnomalardan davomiy holatda yangilab turishadi. Xuddi shu kabi O'zbekiston aholisini 36 million xalqni bir joyga yig'ilganini tasavvur qiling. Ularning orasida hech kimning maqomi yo'q, mansabi yo'q, obro'yi yo'q, boyligi yo'q, hamma bir va hamma bir joyga yig'ilgan holatda o'zaro shartnoma tuzadi. Konstitutsiya orqali, ya'ni konstitutsiyada kiritilgan butun moddalar aslida xalqning o'zaro shartnomasi. Masalan, 2023-yilda referendum bo'lgan bo'lsa, bu shartnoma qayta ko'rib chiqilgan va o'zgartirilgan bo'ladi. Va xuddi shu kabi masalan deylikki, prezident kim bo'ladi va qancha muddatda bo'ladi? Parlament saylovi qanaqa bo'ladi? Senatda kimlar bo'ladi? Boshqaruv tizimi qanaqa bo'ladi? Xalqning haqqi qanaqa bo'ladi? Masalan, yer osti boyliklari xalqning mulki deyilgan konstitutsiyada, ya'ni yer osti boyliklari xalqniki ekanligini 36 million xalq hamma birdek holatda belgilab oladi va o'zaro nizo bo'ladigan bo'lsa, sharoit bo'ladigan bo'lsa, qanaqangi ko'rinishda hal qilinishini ham o'zaro gaplashib, kelishib olingan nuqtasi bu konstitutsiya bo'ladi. Bu davlatning asosi. Ya'ni davlatning asosi deganda masalan konstitutsiya tuzildi.
Xalq bir joyga yig'ildi, shartnoma qilindi, konstitutsiya qilindi va bu narsa qog'ozga tushirildi. Qog'ozga tushirilgandan keyin ana endi bu xalqni boshqarish kerak. U boshqarish uchun qanaqa bo'ladi? Xalqni orasidan saylangan holatda vakillar, deputat degani aslida o'zbekchaga tarjimasi vakil degani, ya'ni xalq tarafidan saylangan vakillar binoda o'tiradi. O'sha binoda o'zaro qanaqa qonunlar ishlab chiqish kerak, nima ishlar qilinishi kerak, hammasini muhokama qilgan holatda tasdiqlashadi. Bu davlatni birinchi oyog'ini tashkil qiladi. Ya'ni davlatni 3 ta oyog'i bor. Davlatni misol uchun bir predmet tasavvur qilsangiz, bitta oyog'i parlament, bitta oyog'i ijro qiluvchi Vazirlar Mahkamasi, ya'ni Oliy Majlis, Senat, qonun chiqaruvchi, ijro qiluvchi Senat va sud hokimiyati. Oliy Majlis, Senat qonun chiqaradi, tasdiqlaydi. Vazirlar Mahkamasi u qonunni ijrosi bilan mashg'ul bo'ladi va bu qonunni kim buzadigan bo'lsa, sud hokimiyati, Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, sud orqali bu narsa hal qilinadi. Qonun chiqaruvchi, ijro qiluvchi va sud hokimiyati. Va dunyoda, bugungi kundagi dunyoda rivojlangan davlatlarda rivojlanishini sabablaridan biri bu 4-hokimiyat, norasmiy hokimiyat hisoblanadi va bu 4-hokimiyat kim? Jurnalistlar. Jurnalistlar aynan o'sha xalqni manfaatini himoya qilgan holatda mikrofon ko'tarib yuradi. Mikrofonni bir deputatlarga tutadi, bir senatorlarga tutadi. Masalan, bir voqea bo'ldi. Xorazm viloyati bo'yicha boshlig'i yetimxonadagi yetim qizlarni zo'rlab yurgani haqida xabarlar chiqqan edi. Ana o'sha holatda deputatlarga jurnalistlar mikrofon tutish kerak. Masalan, boshqa rivojlangan davlatlarda bunaqangi vaziyat bo'lsa, deputatlarga mikrofon tutadi. Bu vaziyatga nisbatan nima deysiz? Buni ishdan olamiz, chora ko'ramiz va hokazo. Bunaqangi odam kerak yo'q. Masalan, u qaysi partiyaga tegishli bo'ladigan bo'lsa, parlamentda o'tirgan deputatlar bir-biriga raqib bo'lgan partiyaga tegishli bo'lsa, deylikki, masalan, O'zbekistondagi ko'p hokimlar, vazirlar, prezident O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan chiqqan siyosatchilar hisoblanadi. Va shu sababdan ham raqib bo'lgan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Ekologiya partiyasi va Adolat partiyasi bular muxolifat hisoblanadi. O'shaning uchun bular bu fursatdan foydalangan holatda raqibni darvozasiga xuddi futbolda gol urishga harakat qilgandek, xuddi shunaqangi fursatdan foydalanishga harakat qiladi rivojlangan davlatlarda. Va o'sha mikrofonni keyin amaldorlarga tutadi, hukumatga tutadi va xalqqa ham tutadi. Ya'ni jurnalistning vazifasi shu. Jurnalistning vazifasi nimanidir hal qilib qo'ymaydi. Nimanidir yechib qo'ymaydi. Muammoni hal qiladigan qonunlarni ishlab chiqarish deputatning vazifasi va muammoni hal qilish uchun amalga oshiradigan ishni bajaradigan, qilishi shart bo'lgan, zimmasida bo'lgan hukumat, Vazirlar Mahkamasi va agarda kim qonunni buzadigan bo'lsa, unga nisbatan keskin chora ko'radigan bu sud hokimiyati. Ya'ni insonlarni ajratmagan holatda maqomi, mavqei, obro'si kim bo'lishidan qat'iy nazar hammaga teng muomala, munosabat qilinadigan bu sud hokimiyati hisoblanadi. Masalan, bugungi kunda saylov orqali deputatlar Oliy Majlisga keladi. Saylov orqali, ovoz berish orqali xalq o'zini vakilini parlamentga yuboradi. Saylov orqali odamlar o'zini vakilini hokimiyatlarga yuboradi. Hokimiyat byudjetini nazorat qilin deb turib. Nega? Chunki parlamentni, Oliy Majlisni qilishi kerak bo'lgan aslida qonunchilik deymiz-ku, biz qonunchilik palatasi deymiz yoki qonun ishlab chiqish ularning vazifasi deymiz. Aslida deputatlarni, Oliy Majlisni birinchi hokimiyat bor, eng asosiy vazifasi ularni pulni nazorat qilish. Amerika qanday mustaqil bo'ldi? Nima sababdan mustaqil bo'ldi? Mustaqil bo'lishining sabablaridan biri bu Amerika mustamlaka edi Britaniyaga va Britaniyaga soliq to'lardi. Har to'lagan soliqdan Britaniya manfaatdor bo'lardi. Faqat Amerika aholisi, xalqi, insonlari aytdiki, biz soliq to'layapmiz, lekin bizani tamsil qiladigan Britaniyadagi o'sha parlamentda biror bir vakilimiz yo'q. Demakki, u parlament bizani tamsil qilmaydi. Bizani haqqimizni, huquqimizni, so'zimizni ifodalamaydi. Shuning uchun biz mustaqil bo'lamiz deb. Vaholanki o'sha Amerika xalqini, insonlarni ko'pi Yevropadan borishgan edi. Ya'ni bir necha nasl o'tganidan keyin ular mustaqilligini e'lon qilishdi. Ya'ni parlamentning birinchi vazifasi xalqni pulini nazorat qilish. Xuddi shunaqa. Bir odamlar yig'ildi,
yig'ilganidan keyin masalan 36 million aholisi O'zbekistonda misol qilinadigan bo'lsa 36 million aholisi bir joyga yig'iladi. Yig'ilgandan keyin konstitutsiya, o'zaro shartlar, kelishuvlar, hamma narsa qilinadi. Ya'ni sen meni huquqimni buzmaysan. Seni erkinliging meni huquqlarimni chegarasida to'xtaydi. Sen meni huquqlarimni, meni qadriyatlarimni, meni tushunchalarimni hurmat qilishing kerak deb turib 36 million aholi o'zaro kelishib olishadi. Kelishib olgandan keyin deputatlar saylashadi va deputatlar saylagandan keyin deputat misol uchun hech narsa yo'q deb tasavvur qilindim-ku boya. Ya'ni hech narsa yo'q va bitta katta maydonda, O'zbekiston degan katta maydonda, masalan, atrofi devor bilan o'ralgan, misol uchun-da, atrofi devor bilan o'ralgan katta bir yer maydonida xalq bir joyga yig'ildi. Bir joyga yig'ilganidan keyin yer osti boyliklari ham u xalqniki. Endi bino qilish kerak. Deputatlar saylandi, bino qilish kerak. Nima qiladi? O'sha 36 million xalq pul tashiydi. Bir tiyin, ikki tiyindan pul tashiydi. Misol uchun-da, ya'ni toma ko'l bo'lur deyiladi, xuddi shunga o'xshab turib. Yo'q bo'lmasam yer ostidan qazilgan boyliklarni olib turib, uni boshqa davlatlarga, qo'shnilarga, uzoq boshqa davlatlarga sotiladi. Sotilgandan keyin tushgan pulga bino quriladi. Ya'ni yer osti boyligi ham xalqning puli, cho'nchagidan chiqargan puli ham xalqning puli. O'sha devor bilan o'ralgan hudud dedim-ku, o'sha yer hududini har bittasi 36 million aholisini har birining nomida kadastr bor. Faqat bu saylovda ishtirok etish, ovoz berish, referendumlarda qatnashish 18 yoshdan keyin mumkin deb ruxsat berilgan. Nega? Chunki balog'atga yetgan bo'ladi, oq-qorani tanigan bo'ladi, ba'zi insonlarni bilimi kuchli bo'ladi yoki o'zi halol bo'ladi, faqat nutqi zaif bo'lib qolishi ham mumkin. Ba'zi insonlar bo'lsa nutqi zo'r bo'ladi, lekin o'ta ketgan yomon odam bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun 18 yoshga yetgan odam, balog'atga yetgan odam biroz oq-qorani tanigan bo'lgani uchun keyin ovoz berish huquqiga ega bo'ladi deb turib, keyin saylanadi va ular parlament binosini tashkil qilishadi. Parlament binosini tashkil qilingandan keyin senat binosi tashkil qilinadi. Senat binosi tashkil qilingandan keyin davlatni 3 ta oyog'idan biri qonun chiqaruvchi va byudjetni nazorat qiluvchi insonlar majmuasi hal bo'ladi. Chunki o'sha birsin-birsindan tashlalyapti-yu, hali ikkinchi, uchinchi oyoqlariga hali o'tmadim. Hozir faqatgina birinchisiga to'xtaldim. Qonun chiqaruvchi va byudjet nazorat qiluvchi. Ular o'zaro o'tirishadi, asosiy shartnomalarni kelishib olishadi va asosiy shartnoma konstitutsiyaga asosan keyin boshqa kodekslar, qonunlar, boshqa masalalarni keyin ko'rib chiqiladi. Va o'tirgan paytda, masalan, ular u masalalarni ko'rib chiqayotgan paytda shug'ullanadi-yu, vaqti, aqli shu bilan band bo'ladi. Shu sababdan 36 million aholi aytadiki, sana oyliging bizning zimmamizda. Yo senga bir tiyindan soliq sifatida, yo jarima sifatida to'lab beramiz, yo bo'lmasam yer osti boyliklaridan o'tasan. Sen o'tir, hamma ishingni, tashvishini yig'ishtir, tijorat bilan, novvoychilik bilan, quruvchilik bilan hech narsa bilan shug'ullanmaysan, o'tirgan joyingda o'tir. Bizning ifodalagan holatda bizning manfaatimizni, kelajagimizni, hayotimizni yaxshilaydigan qarorlar ishlab chiqqan deb o'tkazib qo'yiladi va shu orqali birinchi davlat ustunlari bo'lgan bugungi kundagi birinchi oyoq hal qilinadi.